Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun arashkovoy kraska uchun pechimiz bitdi. Bu pechda har bitta detallarni kun yordamida sepib, uni shu pechga solamiz. Uni 180-200 gradusga temperaturaga olib chiqamiz. Bunda arashkovoy xuddi mana hozir pechimiz 169, faqat 170 gradusga yetib keldi. Xudo xolasa yana 180-120-200 gradusda pechimizni to'xtatamiz. Bunda metalga kukun yopishgan holatda mustahkam kraska hosil bo'ladi. Pechga solgan mahsulotimiz tayyor bo'ldi. Buni birgalikda ochamiz. Arashkovoy kraska bo'ladi bu. Mana mahsulotga kukun sepiladi. Bunda temirga 200 gradusda, 180 gradusda temirga yopishib oladi. O'ta sifatli bo'ladi, hech qanaqa ko'chmaydi, uzoq umr ko'radi. Yaqinda sifatini ko'ramiz. Bundan buyog'i mana shunaqa sifatda kraskalar sepib beramiz. Pechimiz tayyor bo'ldi. Onalar nima qilyapsan bu yerda? Nima o'zi bu? Pech qurdik, pech tayyor holatiga kelgizdik. Qanaqa pech? Non pishirasan bunda? Yo, non pishirilmaydi. Bunda hozir mana ko'rsatgan bo'ladi, detallarni arashkovoy pech bilan pishirib olamiz. Bo'ladi. Stullarda mana arashkovoy pishirib olamiz. Arashkovoy kraska. Pech bunaqa pech qildik. Bunda sifatli chiqadi. Hech qanaqa qirilmaydi. 200 gradusda mana shu pechimizda pishadi. Ya, shunda qo'y pishirsa ham bo'ladi-ku, qo'y. Ha, bundan fil ham pishirsangiz bo'ladi. Xuddi shunday xizmatlar bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Sifatli kraska sepib beramiz. O'ta mustahkam. Mahsulotimiz ham o'ta mustahkam. Kraskamiz ham sifatli bo'ladi. Arashkovoy kraska. Ko'rsataymi?